Welcome back everybody. Bugungi darsimizda multi-level reading part 4 qismini ko'rib chiqyapmiz. Part 4 bitta part 5 qolyapti bizda. Air conditioning mavzu tanlab olingan. Konditsioner mavzusi bu part 4 multi-levelda qat'iy tartibga ega ikkita savol turi bizda mavjud. 21 da 24 gacha multiple choice va 25 da 29 gacha true false not given ekan. Bular hammasi tartib bilan keladigan savol turi hisoblanadi. Ya'ni 21 ni topsangiz, 22 undan keyin keladi yoki 22 ni topa olmay 23 topsangiz, demak 22 21 topgan position bilan 23 ni topgan positionni o'rtasida bo'lishi kerak. Bu ham juda muhim, chunki vaqt bosimi ostida qaysidir savolni topa olmayotgan bir paytda tartibni bilish menimcha ko'pchilikka yordam beradi. Birinchi qiladigan ishimiz har doimgidek savollar bilan tanishib chiqamiz. ABC emas, faqat savolni o'zi bilan. When Wills Carrier invented air conditioning, yaxshi, air conditioningni ixtiro qilgan vaqtida his aim, bizga maqsadi kerak. Nima maqsadda qilgan ekan? 22. Home air conditioners, yaxshi. Air conditioningni ham turi bor, to'g'rimi? Ofisga va uyga. Bu yerda uy air conditioninglari were not popular at first. At first bu boshida unchalik ham popular, ya'ni ommabop emas edi, ko'pchilik sotib olmagan. Maqsad, sabab nimada, kechirasizlar? They were nima edi? 23. Employers refused. Refuse so'ziga e'tibor bering, ya'ni ishchilar, ish beruvchilar to put air conditioning in workplaces, ya'ni ish joylariga konditsionerni o'rnatishdan bosh tortishgan. At first, u ham boshida, chunki nima? Ko'pchiligi sabab ekan, to'g'rimi? 22 ham sabab izlayapti, 23 ham sabab izlayapti, 21 maqsad izlayapti. 24. What was the purpose? Yana bizga boshqacha maqsad. Of the research. Izlanish o'tkazilibdi 1940 va 50-yillarda. Biz uchun mana shu belgilab o'tilgan so'zlarning hammasi keyword bo'lib xizmat qiladi. Hammaga har qanaqa so'z keyword bo'lishi mumkin. Men o'zimni qiziqtirgan so'zlar mana shu bo'ldi. Qani ko'ramiz, tekstda yordam beradimi yo'qmi? Yaxshi, 21 da 24 gacha bo'lganlarni bir topib olamiz va 25 da 29 gacha bo'lgan savollarga tegmay turamiz. Ular balkim boshqa tartib bilan kelar. Yana ham ko'ramiz. O'qib boshlaymiz. Demak, bizga when Willis Carrier invent air conditioning, his aim was to. Uni maqsadi kerak. Keling, invention qismiga qaraymiz. Demak, Carrier 1902-yilda air conditioningni dizayn qilgan ekan. Bitirgandan keyin bu yerga maqsad yozilmagan. Endi maqsad keyingisida bo'lishi mumkin. At the Brooklyn printing plant, juda yaxshi. Printing plant degani bu bosmaxonada. Fluctuation degani o'zgarishlar kuzatilgan. Heat and moisture degani bu issiqlik va namlikda tebranishlar kuzatilgan. We're causing the size of printing paper to keep changing slightly. Juda yaxshi. Demak, so'zlar, harflar o'zgarib ketgan. Making it hard to align different colors. Har xil ranglarni bir tekstda joylashtirish qiyin bo'lgan ekan. Bu qanaqadir muammoga duch kelgan, to'g'rimi? Carrier's invention made it possible to control temperature and humidity levels. Mana bizga inventionning maqsadi temperatura va namlik darajasini ushlab turish bo'lgan ekan. Juda yaxshi. ABC dan qaraymiz. Make workers feel cooler. Juda aqlli javob, lekin bizga u berilmagan. Feel cooler degan joyi yo'q. Productive, produce more attractive paper. Attractive degan narsa tempting qanaqadir? Tempting degani to'g'ri javob deb qo'ygingiz keladi, lekin e'tibor bersangiz chiroyli degan so'z bizda yo'q. Faqat heat, moisture o'zgarib turgan, fluctuation. Set up a new business, yangi biznes yaratish uchun yo'q. Solve problems in the factory. Albatta bizada solve problems in the factory deyapti. Demak, zavoddagi muammo nima edi? Heat and moisture edi. Shuning uchun dini belgiladik. Davom etamiz. Home air conditioners were not popular at first. Boshida unchalik ham ommabop emas ekan. In 1914, the first air conditioning device was installed in a private house. Juda yaxshi. Mana uyga o'rnatilibdi.
uyga o'rnatilgandan keyin nima bo'ldi? However, its size, similar to that of early computer, meant it took up much space. Juda ko'p joy egallabdi. Come into widespread use. Mana bizga widespread degani qarang. Spread bu tarqalish, to'g'rimi? Keng tarqalishi uchun judayam u kattalik qilgan ekan. In later models va keyin chiqqan modellari, such as the Weathermaker, which Will's carrier brought out in the 1920s, cost too much for most people. Keyingi modellari esa juda qimmat ekan. Demak, bizga ikkita muhim narsa aytilyapti. Juda ko'p joy egallagani va qimmatligi. Qani ko'ramiz. Ayda aytilyapti, too big and expensive. Javobimiz birdan ayda kelib qoldi o'rtoqlar. Ayda kelib qoldi. Nima uchun? Space kattaligi va expensive qimmatligi to'g'risida. Will not considered necessary. Judayam tempting javob mana shu. Kerak deb hisoblanmagan. Yo'q, unaqa joyini biz narx va ko'p joyni egallagandan tashqari aniq sabab ko'ra olmadim. Too inefficient. Efficient so'zi bor, o'rtoqlar, effektiv so'zi bor. Effektiv bu ishni bajarish to'g'risida gap ketayotgan bo'ladi. Efficient deyotganda energiyani qanchalik tejashi va qanchalik ishchi kuchidan samarali foydalanish haqida gap ketayotgan bo'ladi. Complicated use. Foydalanish uchun qiyin ekan. Yo'q, unaqa joyi yo'q. Shuning uchun A'da qoldik. Davom etamiz. Employers refuse to put air conditioning in workplace at first. Employerlar inkor qilishgan. Bunaqa biza foydalanmaymiz deyishgan. Nima uchun? Cooling for human comfort rather than industrial need really took off when air were installed. Shunaqa. Menimcha yo'q. Employerlar refuse qilgan joyi yo'q. To start with, money conscious. E'tibor bering, conscious degani o'sha narsa haqida qayg'uradigan degani. Ya'ni pul haqida qayg'uradigan, pulga ko'proq ehtiyotkorona munosabatda bo'ladigan employerlar regard as luxury. Luxuryga e'tibor bering, nima degani luxury? Something that you pay for and it's usually unnecessary. Ko'pincha u kerak bo'lmagan narsa hisoblanadi luxury. They consider that if they are paying people to work, they should not be paying for them to be comfortable as well. Aytilishi bo'yicha, ular pul to'layotgan bo'lsa ishlashga, odamlarning qulay ishlashiga ham pul to'lashi shart emas deb hisoblashgan. Qani ko'ramiz. Could not afford to pay for it. Yo'q, unchalik pul yetmagan degan joyi yo'q. Pul haqida gap ketmayapti hali. Thought it was more suitable for cinemas. Yo'q, sinema degan gap yo'q. Bu chalg'ishdan boshqa hech narsa emas. Did not want to spend money improving working conditions. Mana xohlamadi ish sharoitlarini yaxshilashni. Nima uchun? Mana ularga pul to'lash uchun, ularga ishlash uchun pul to'layotgan bo'lsa, comfortable bo'lish uchun pul to'lashni xohlashmagan. Shuning uchun hech ikkilanmasdan C javobni belgiladik. Oxiriga o'tamiz. What was the purpose of research done in 1940s and 50s? 40-yil. Mana davomidamiz. Industry start so degan so'zga e'tibor bering. Mana tasavvur qiling, biznes vakillari konditsionerlarni o'rnatishdan bosh tortishyapti. Shuning uchun 40-50-yillarda industry, o'sha sanoat messagelar berib boshladi. Ya'ni maqsad nima? Ularni sotib olish uchun menimcha, according to research, ya'ni izlanishlarga ko'ra, installing air conditioning increased productivity amongst employees. Juda yaxshi. Ularni izlanishlariga ko'ra air conditioningni o'rnatish ularni samaradorligini oshirar ekan. Maqsad nima? Maqsad aniq. Ya'ni ish beruvchilarni air conditioning sotib olishga ko'ndirish ekan. Make office workers produce more. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. To compare different types of air conditioning. Yo'q, bizada bir-birini taqqoslash umuman mavjud emas. Persuade businesses to buy air conditioning. Mana C javobda to'g'ridan to'g'ri berilibdi. Persuade bu make someone believe something is true. To'g'rimi? Yoki make someone do whatever you want. Ko'ndirma xullas. Ketdi. 25dan 29gacha savollarimizni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Invention of air conditioning. 25-savol eng birinchi paragrafdan yana aylanib kelibdi o'rtoqlar. Darsimiz boshida men aytmadim shekilli,
23 bilan 29 yangi tartibga ega bo'lishi mumkin. 21 va 24 tekstni boshidan qaysidir qismiga kelib, 25 uni davomidan kelishi mumkin yoki yana boshidan kelishi mumkin. Agarda yana boshidan keladigan bo'lsa, 25 va 21 ni bir vaqtda ishlab ketish ham yaxshi usul. Keyingilarda balkim keyingi mana shu kurs tamomlangandan keyin ikkinchisini sizlarga o'rgatib boshlayman. Uni siz birmuncha qiyinroq bo'ladi. Qiyin qilish aslida imtihonda qiyin keladi degani emas. Shunchaki darajamizni ko'tarib olish uchun qiyinroq ishlab, oson kelsa nishonlaymiz, qiyinrog'ini ishlab ko'nikma orttiramiz, lug'atlar o'rganamiz. Menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'p, 25 bilan davom etamiz. The invention of air conditioning brought benefits to only printing services. E'tibor bering, only so'zi ko'pincha chalg'itish. Chalg'itish ham deb bo'lmaydi, qarang. E'tiborga arziydigan narsa. Faqatgina printing service'ga foyda olib kelibdi. Foydani faqatgina printing service'ga olib keldimi yoki boshqa narsalar ham bormidi? Birinchi paragrafga qaraymiz. The invention allowed industries such as film, processed food, textiles, pharmaceuticals to improve quality of their products. Buni yashil bilan belgilaylik. Men 29 ga qarayotganini bildirib turadi. Mana bu tomonni ham yashil bilan belgilab qo'yaman. Faqatgina printing service'ga foyda olib kelibdimi? Yo'q, albatta. E'tibor bering. Film, processed food, textile, pharmaceuticalsga foyda olib kelibdi. Demak, javobimiz o'z-o'zidan false bo'ladi. False degani o'zi nima? Teskarilik aks ettirish kerak. Bizda teskarilik bormi? Bor, albatta. Faqatgina printing service emas, balkim boshqa sanoat yo'nalishlariga ham o'zini yaxshi tomonini ko'rsatgan. True nima degani? Boshqa so'zlar qo'llangani bilan ma'no saqlanib qolsa true tekstdagi bilan. No information. Biz birorta berilgan statement haqida to'liq qaror qabul qilishimizga ma'lumot yetarli bo'lmasa no information deymiz. 26. Right after the invention, air conditioning started being installed in private house on a large scale. E'tibor bering. Ikkita asosiy so'z bor bu yerda. On a large scale. Juda katta miqyosda deyilgan va right after degan so'zimiz bor. Ya'ni darhol ishlab chiqarilgandan, kechirasizlar, ixtiro qilingandan keyin birdaniga o'rnatilib boshlabdi uylarga. Yo'q. Yodimizdan ko'tarmagan bo'lsa, 14-yilda uyga o'rnatilgan, lekin uning o'lchami va qimmatligi juda muhim faktor bo'lib xizmat qilyapti, o'rtoqlar. Mana shu yerga e'tibor bering. However degan qismiga e'tibor beramiz. Sariq bilan yashil aralashib qolmasin. Va cost too much degan qismiga qaraymiz. Mana shu narsa widespread use degan so'zga e'tibor qaratamiz. Widespread use'ga kelishi uchun to'sqinlik qilgan narsalar bor bu yerda. Ko'p joy egallashini o'zigina bu air conditioning tezda o'rnatilmasligini isbotlab qo'yyapti. Shuning uchun 26 ga ikkilanmasdan yana false deyishimiz mumkin. Katta miqyosda o'rnatilmadi, chunki u ko'p joy va ko'p pul talab qilgani uchun. 27. There were a number of different types of the Weathermaker air conditioning model. Weathermakerni qaraymiz. Qani, qaysi paragrafda bor ekan Weathermaker? Shu paragrafimizni davomidami? Yo'q, ko'rmayapman. Xo'sh, Weathermakerni topamiz. Weathermaker ismi boshidan berilganmi deyman. Birinchi paragrafimizda carrier ismi ko'p takrorlanyapti. Weathermaker air conditioningni hop carrier yana davom etyapti. Hudson Department Store da ishlatilibdi. Juda yaxshi. Another yaxshi. Men to'g'risi 27 ni hozircha topa olmadim. Keling 28 ni qidiramiz va 26 va 28 o'rtasida 27 ni keyinroq qidirishimiz mumkin. Installing air conditioning boosted productivity. Juda yaxshi. Bizga boosted productivity degan so'z kerak. Boosted bu juda ham oshirib yuborgan. Ba'zi bir
ish joylarida deyapti. Hammasi emas, ba'zi bir joylarda. Va vaqti berilyapti mid 20th century. Mid bu o'rta degani, ya'ni 20-asrning o'rtalari, albatta 50-yilga to'g'ri keladi. Mana o'sha boosted productivity degan joyi bormi? Mana shu qismiga e'tibor qaraylik. Industry started putting out a different message about its product. According to their research, installing air conditioning increased productivity amongst employees. Juda yaxshi. Demak, qaysidir ish joylarida haqiqatan oshirgan ekan, unga qo'rqmasdan endi tushuvini belgilay olaman. 27 ni topdim va o'rtadan men bemalol qidirishim mumkin 27 ni. Har xil turlari haqida men ko'rmadim, shuning uchun qo'rqmasdan hech qanaqa ma'lumot berilmagan degan so'zni belgilashim kerak. Kechirasizlar, men hozirgina 27 ga turuvni belgilab qo'yibman. Aslida men 28 ni topgan edim, to'g'rimi? Har xil turlari yo'qligini topdik. Yo'q, 27 dan keyin topdik. Boosted productivity ni mana yashil bilan belgilab qo'ydim. So dan to employees gacha bo'lgan joy 28 ga ishora qildi va 27 ni ana shu yuqori va pastda belgilagan yashil highlight qilingan tekstlarni o'rtasidan qidiramiz. Har xil turlari yo'qligini hisobga olib 27 ga no information qo'yamiz. Yaxshi, bizda bitta qoldi. Air conditioning has no detrimental effect on the environment. Va tartib bilan kelamiz. They found typists increased shunaqa, environment haqida bizda gap yo'q. However, air conditioning has its critics. Juda yaxshi. Endi tanqidga o'tdi. Environmentalists complain that air conditioning is a factor in global warming. Juda yaxshi. Mana shu kishini fikrini o'zi global warming ga olib kelgan narsa tabiiyki tabiatga zarar keltiradi. Bu yerda tabiatga zarar yo'q deyapti. Shuning uchun teskarligini sezib biz false degan javobni belgilaymiz. Shu bilan bizni part 4, multi-level part 4 reading darsimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Ikkinchi tekstni tushuntirib berishim uchun ko'proq vaqt ketadi. Nasib qilsa, keyingi darslarimizda 27 ni yana boshda sizlarga aytdim, tushuntirib berish imkoniyati bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa bemalol har doimgidek kommentda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ko'rishguncha xayr.